Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. 2012 yıl 8 ayının 4-cü günü Münkindəki Uyğur cəmiyyəti nomidan Uyğuristan Azadlıq Təşkilatıga və shuningdek 4 nəfər şəxsiyə qarşı ommaviy toplanğan imza to'g'risida bugungacha ekran orqali sizlar bilan bir qancha qatim suhbatlashdik. Bugungi suhbatimiz yana shu imzo to'g'riliq olib berildi. Hörmətli qarindaşlar, har qanday bir hodisa, har qanday bir masala albatta sabab natijalik bo'ladi. Bir məsələ oturup çıxan ikən, bir hadisə, bir vəqə yüz bergan ikən, əlbəttə onun aşkara yoşurun səbəbləri buludur. Və şuningdək, mayli ijobiy bo'lsin, mayli salbiy bo'lsin, bir natijasi buludur. Biz imzo to'plaganlar to'g'risida, imzoga qatnashganlar to'g'risida bir qancha qatim ommaviy suhbat olib bordik və har bir shaxslar bilan ayrim-ayrim ko'rishdik. Hörmətli qarindoshlar, nurg'unlagan do'stlar va imzo to'plash faoliyatiga qatnashib, aktiv imzo qo'yganlardan atrofli surishti qildik, suhbatlashdik. Ko'pinchisi biz bu ishning mazmunidan xabardor emasmiz. Biz bu ishni bilmaymiz. Faqat mush iddaoga kelgan munosabat bilan ismimiz xotirlanib, iddaoga keldi, kamida deganini aniqlash uchun elib berilgan bo'lsa kerak deb o'shani imzo qo'ygandik deb o'zini aytdi. Bu balkim to'g'ridir. Ammo Münkindəki Uyğur cəmiyyəti nomidan bu imzo to'plash faoliyatiga safarbarlik qilgan, aktiv qatnashgan və bu harakatni oxirigacha elib borgan kishilar asosli Yevropa Sharqiy Turkiston birligi jamiyatining idora hay'ati ekanligi asta-asta o'tirg'i chiqyotdi. Hurmatli qarindoshlar, nima uchun shunday bo'lishi kerak? Buningki sababi nima? Bu ishlarning sababi nima? Nima uchun ommaviy safarbarlik keltirib, keng jamoatchilikni safarbarlik keltirib, Uyğuriston Azadlıq Təşkilatıga və shuningdek 4 nəfər şəxsiyə qarşı bundaq fəaliyyətni elib beriş kerak bo'lib qoldi. Üstümüzdən ommaviy imzo to'plab, shikoyat uyushtirib, Dünya Uyğur Qurultayıning yuqori darajalik rahbarlariga yo'llangan mazkur shikoyatnomaning bir nusxasi bizga yetib kelgandan keyin Sharqiy Turkiston Yevropa Birligi jamiyatining idori qatlamida vazifa o'tayotgan bir qancha nafar do'stlar bilan ayrim-ayrim suhbat olib bordim. Ularning aytishicha, biz hargizmi Uyg'uriston Azadlıq Təşkilatıga qarshi yoki sizga qarshi imzo to'plash faoliyati uyushtirganimiz yo'q. Balki bizga bildirilishicha, Dünya Uyğur Qurultayining markaziy organida vazifa o'tayotgan 2 nafar shaxsini Dünya Uyğur Qurultayidagi vazifasini elib tashlash va Dünya Uyğur Qurultayidan qo'g'lab chiqarish to'g'risida bizga shunday bildirildi. Ya'ni Münkində yashayotgan Uyghur cəmiyyətinin mutlaq köp qismi imza toplab, bir shikoyatnoma yo'llasak, biz xohlamaydigan shu 2 nafar shaxs Dünya Uyghur Qurultayidagi vazifasidan qoldirilsa, u vaqtda Uyghur da'vosi nihoyatda mukammal taraqqi qilib, Dünya Uyghur Qurultayining faoliyati nihoyatda natijali elib beriladi. Hozir Dünya Uyghur Qurultayining faoliyatiga to'sqinlik qilgan bu 2 nafar shaxs nihoyatda xatarlik o'rin turmoqda deb shunday bildirildi. Biz buni to'g'ri qabul qildik. Chunki hammamizning dardi o'xshash, hammamizning maqsadi o'xshash, g'oyamiz bir. Ya'ni vatan davosini taraqqiy qilishi, vatanimizning bir kun bo'lsa-mu burunroq ozodlikka erishishi. Shu munosabat bilan biz bu faoliyatni uyushtirdik va atrofga keng ko'lamli xabar qilib, bu ishni elib bordik deb shu mazmunda javob berdi. Amaliyotda mutlaq ko'p sondagi qarindoshlarimizning bu imzo to'plash faoliyatidagi sababdan xabarsiz ekanligi buni isbotlaydi. Endi gap kelaydi. Dünya Uyghur Qurultayining markaziy qismidan vazifa o'tayotgan 2 nafar shaxsni vazifasidan qoldirib o'tish va uni Dünya Uyghur Qurultayidan qo'g'lab chiqarib o'tish bu Münkindəki Uyghur cəmiyyətinin imzosi bilan hal bo'lgan ishmi? Yoki bu Dünya Uyghur Qurultayining ichki masalasimi? Masala shu yerda qarindoshlar. Masala shu yerda. Shundan keyin men bu Dünya Uyghur Qurultayining markaziy idora hay'atining qo'g'lab chiqarishga tegishli bo'lgan 2 nafar shaxs bilan ayrim-ayrim suhbatlashdim. Ularning birisi
3-cü növbətlik Dünya Uyğur Qurultayı vəzifə alğan və 4-cü növbətlik Dünya Uyğur Qurultayıga berib qatnaşıb, bu yerdə doklad beriş məcburiyyəti var, həm qurultayga qatnaşışqa, saylanışqa hüquqluq bir şəxs ekan. Yana birisi bolsa, Uyg'uriston Azadlıq Təşkilatıdan vekil qilib evatgan kishi. Bularning Myunxendagi Uyg'ur jamoati imzo to'plab, qo'g'lab chiqaryotgan, ya'ni biz bu ikki nafar shaxsini Dünya Uyghur Qurultayıga vekil qilib saylamadik. Bularni biz tunimaymiz. Shunga Dünya Uyghur Qurultayidagi vazifasini bekor qilib bersin va Dünya Uyghur Qurultayini qo'g'lab chiqarib bersin deb shikoyat qilganga hech qanday asosi yo'q va Uyg'ur jamoatlarining bularga qarshi bir faoliyatga qatnashishga hech qanday haqqi yo'q ham yo'lsiz bir masala ekanligi oydinlashdi. Buning sababini qanday tushunamiz? Bu ikki nafar shaxsni Dünya Uyghur Qurultayidan qo'g'lab chiqarishninki sababini nima deb tushunamiz? Bular ta Yaponiyaga berib, o'zini nomzodlik ko'rsatib, u yerda saylanib, qaytib kelib, Dünya Uyghur Qurultayining rahbari hay'at yig'ini tunji qatim yig'ini echilg'ichilik oraliqda bu ikki odamni Dünya Uyghur Qurultayiga qonunsiz kirib qoldi, bularni chiqarib etish kerak deb hech qanday bir norozilik bildirilmagan. Bunday bir sharoit ostida buning sababini qanday tushunamiz? Bu ikki nafar shaxsni Dünya Uyghur Qurultayidagi vazifasidan chiqarib etishga sabab bo'ladigan zodi masala nima? Qiziq yeri shuki, Myunxendagi Uyg'ur jamoati bu ikki nafar shaxsni xohlamaydi. Myunxendagi Uyg'ur jamoati bu ikki nafar shaxsni Dünya Uyghur Qurultayining rahbari hay'at qatlamidan qo'g'lab chiqarish kerak deb to'plagan bu shikoyatnomada, bu imzo to'plagan bu shikoyatnomada, bu imzoda yana shu Dünya Uyghur Qurultayining saylangan muavin raisi, tayinlangan muavin raisi va ijroiy komitetining raisi qatorliq yuqori darajalik amaldorlarning imzosi bor. Bu qanday masala? Bular Myunxendagi Uyg'ur jamoatiga vakillik qiladigan kishilarmi yoki Dünya Uyghur Qurultayining rahbari kadrlarmi bular? Bular qanday qilib bu ommaviy faoliyatga qatnashib qoldi? Buni kim tushuntirib berdi bizga? Qarindoshlar, sergak bo'laylik. Bu imzo to'plash faoliyatining orqasiga qanday bir suiqasd uyushtirilgan? Buni Dünya Uyghur Qurultayining rahbari hay'at qatlamidagi inqilobiy rahbarlarning siyosiy faoliyati deb tushunamizmi? Ularning ommaviy faoliyati deb tushunamizmi? Yoki ularning ichidagi ma'lum birlarining siyosiy suiqasd deb tushunamizmi? Buni qaysi nuqtadan tushunamiz? Kim javob bera oladi? Kim izohat bera oladi? Agar shu Dünya Uyghur Qurultayining rahbari hay'at qatlamida vazifa o'tayotgan shu ikki nafar shaxsining Dünya Uyghur Qurultayidan qo'g'lab chiqarishga tegishli bir xatoligi bo'lgan bo'lsa, buni albatta Dünya Uyghur Qurultayining nizomnomasida belgilangan moddalar bo'yicha Dünya Uyghur Qurultayi o'zi hal qilishi kerak. Bu qanday bir harakat? Aksicha, Myunxendagi hech nimadan xabarsiz jamoatlarni qaymoq turib, hatto Sharqiy Turkiston Yevropa Birligi jamiyatining idora hay'atida vazifa o'tayotgan kishilarni qaymoq turib, mushundoq bir faoliyatni uyushtirishga zodi nima sababchi bo'ldi? Sen mening ko'zimga sig'mading? Sen Dünya Uyghur Qurultayida vazifa o'tashga layoqatsiz deganlikmi? Sababi nima? Bizning qaynayotganimiz mushu, qarindoshlar. Bu suiqasd nima uchun davomlashidir? Nima uchun yillab davomlashi kerak? Ma'lum shaxslarning ko'ziga sig'magan, ma'lum shaxslarning orzu, umidlariga va kishilik irodasiga uyg'un kelmagan, xilof maydonida turgan yoki norozilik bildirgan kishilar nimishki bundoq tozalanishi kerak? Bu bir millatning davosimi yoki ma'lum shaxslarning
keyfini sürüdüğün bir sorun mu? Kene cevap berip bakaylı. Hakaretlemezden, töhmet çaplamasdan cevap berip bakaylı. Kim cevap bera alaydı?